Ikkinchi taymning tugashiga 5 minut vaqt qoldi. Hozir ruka bo'ldi. Jarima to'pi tepilayapti. Jonli devor hosil qilishdi yigitlar, ikkita yigit. Darvozada bular turishibdi. Anavi Jamshid yonida turgan yigit o'sha komandadamisiz? Ha? Mumkin emas unaqa turish. Chiqing bu yoqqa. Stop. Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Sani bu mini futboling emas, ko'chani futboli emas. Nimaga darvozabonni yoniga turib olding? Bu komandada o'ynayapsanmi? Javni ofsayd holatidasan. Gol bo'lsa ham hisoblanmaydi. Nima bu? Tayyor turing. Boshladik. Jamshid qaytarib qoldi. Ikkinchi zarba ham havodan ketdi, gol bo'lmadi. Gol bo'lmadi. Tez markazga olib tez o'yinga tashlab beringlar. 5 minut qoldi. Bola aka yuguring. Otabek Kamoldinga chiqardi to'pni. Otabek olib qo'ydi to'pni. Oldinga, Otabek tepdan Kamoldin katta tezlikda boryapti. Va to'lqindan ham o'tib ketdi. Kamoldin 1-1. Gol. 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 Ustoz. Siz so'kinyapti. To'xta, kim so'kindi? Biladi buni. To'xta.